1878-yili Adolf Erik Nordenskiöld ismli sayohatchi muzlab ketgan Shimoliy qutb dengizidan o'tish safariga atlandi. Ammo uning paraxoti muzliqqa qapsilib qoldi. U va xizmat atritidagilar sharqiy shimol o'tishma yo'lini tamomlashdan burun 1 yilga yaqin jafoliq sharoitga bardoshlik berdi. Bu safarga chiqqan bir qancha kishi bo'lib, necha asrdan buyon o'tish mumkin emas deb qaralgan yo'l edi. 140 yildan ko'proq vaqtdan keyin bugungi kunda Rossiya texmi cho'ng bir ishga urindi. 300 milliard dollar mablag' solib Shimoliy dengiz yo'lini ochishga boshladi. Bu Shimoliy qutb koridori Suez kanaliga qaraganda Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi to'sh vaqtini bir necha hafta qisqartirdi. Shimoliy qutb azaldan yiroq va xirisga to'lgan chegara. Necha asrdan buyon tadqiqotchilarning uning dengiz qirg'og'ini sizib, Yevropa bilan Osiyo orasida yo'l yurish yo'lini topdi. Nurg'unlari mag'lub bo'ldi. Paraxotlar muz tarafidan qapsilib qoldi yoki bo'ron chapqinga o'ttirib qo'ydi. Nordenskiyoldning 1878 va 79-yillardagi safari bir bosish bo'lib, Shimoliy qutbdan o'tishning oson emasligini isbotladi. Shuning bilan bir vaqtda Suez kanali yer shari transportini o'zgartib, Yevropa bilan Osiyo o'rtasini qisqa yo'l bilan ta'minlab, savdo tampinligini o'zgartdi. Shimoliy qutbga nisbatan aytganda u yiroq bir tush bo'lib, to'nglab qolgan bir muzliq edi. Bugungi kunda klimat o'zgarishi rayonni qaytadan shakllantirdi. Shimoliy qutb yer sharinikidan 4 hassa tez isib ketdi. Ba'zi olimlar 2040-yillarga borganda muzsiz yozni mo'ljaladi. Ilgari o'tkili bo'lmaydigan muz hozir fursat koridoriga aylandi. Shimoliy dengiz yo'li qisqa bo'lib qolmasdan yer shari savdosini qaytadan belgilaydi. Xitoydan G'arbiy Yevropaga to'sh muddati uchun odatda Suez kanali orqali 40 kun ketadi. Shimoliy qutb orqali 26 kun ichida tamomlanishi mo'ljallanmoqda. Bu 2 haftalik vaqtni tejaydi. Yiqilg'u tannarxini tövəlləndi və bulğumu qoyub birishini azaytdı. İqtisaddan başqa bu yo'lning strategik qiymati ham bor. O'rta Sharqdagi muqimsizlik an'anaviy to'sh yo'liga tahdid solganlikdan Shimoliy qutb tinchlikni ta'minlaydi. Kim bu koridorni kontrol qilsa, qit'alar aro malning yo'tkilishiga ta'sir ko'rsatib, Shimoliy dengiz yo'lini ashyo obrati tiz yo'li bo'lib qolmasdan, balki jo'grafiyalik siyosiy peshonga aylantiradi. 2020-yili Rossiya kelgusi necha 10 yilda Shimoliy qutb ul aslahalariga 300 milliard dollar mablag' solish planini o'ttirib qo'ydi. Orzusi cho'ng edi. Portlar kengaytirilib, aydurumlar quriladi. Trubalar yotqiziladi. Shimoliy qutbning tabiiy boyligi mo'l bo'lib, mo'ljallangan neft va tabiiy gaz zapasi 35 trillion dollar atrofida. Yuk miqdori allaqachon ko'payib 2024-yili Rossiya Shimoliy dengiz yo'lini bo'ylab 38 million tonna mal yo'tkadi. Bu tarixdagi eng yuqori rekord. Palalg'uchilar 2030-yilga borganda har yili 200 million tonnaga yetishni umid qilmoqda. Shundoq bo'lsa-mu bu yo'l yanada orqa sap va siyosiy xirisga duch kelmoqda. Shimoliy qutb turlarining ko'lami kishini hayron qoldirdi. 150 milliard dollarlik taraqqiyotda Vostok Oil shirkati kuniga 2 million ton neft ishlab chiqarishni nishon qildi. U faqat bir xizmat maydoni emas. Bu joyga aerodrom, elektr stansiya va 15 yangi kanat quriladigan bo'lib, ishchilarni o'rlashtiradi. Favqulodda havo rayi, embargo va mablag' yurishtirish xirislari sababidan taraqqiyot ostiladi. Ammo qurilish davomlashmoqda. Shuning bilan bir vaqtda 2017-yildan boshlab tijorat qilayotgan Yamal LNG Shimoliy qutb transportida muvaffaqiyat qozonganligini e'lon qildi. Injenerlar suyuqlantirilgan gazni saqlay oladigan mustahkam ul va kristal bak yasash orqali qattiq sovuqni yengdi. Xitoy CNPC orqali Yamal LNG turiga 12 milliard dollarning ichidagi 2,4 milliard dollarga yaqin mablag' solgan. Bu Shimoliy iqlim 2 bilan bevosita bog'lanmasi-mu gaz manbasi jihatdan muhim. Xitoy Yamal suyuqlantirilgan tabiiy gaz turidagi 20% ulush orqali gaz chiqarish ko'paygan siri CNPCning kirimi eshib boradi. Yana bir tarafdan Xitoy Rossiyadan texmo arzon gaz ola oladi. Xitoy Rossiya hamkorligini kuchaytiradigan Sibiriyaning kuchi 2-turbo yo'li bo'lsa, yilda Xitoyni 50 milliard kub metr gaz bilan ta'minlashi mumkin. Bundaq bo'lganda Xitoyning energiya bexatarligiga yordam beradi. Yamal LNG suyuqlantirilgan tabiiy gaz plani embargo va Rossiya Ukraina urushi sababidan kechikib keldi. Ammo 2025-yilga borganda Xitoy allaqachon bu liniyadan ko'p qatim mal topshirib olgan bo'lib, Shimoliy dengiz yo'lining siyosiy besimiga qaramay harakat qilayotganligini ko'rsatib bergan. Shimoliy qutb 2 tamomlangandan keyin har yili 20 million tonna suyuqlantirilgan gaz yo'tkaydi. Muz yarg'uvchilar bo'lmasa, bu turlarning hech qaysi mumkin bo'lmaydi. Rossiya hozir 7 yadro energiyalik muz parchalag'ich paraxot bilan ishlayapti. Ya'ni 4 yasalayapti. Bu paraxotlar 3 metr muzni kesib 7 yil to'xtamay mashg'ulot qila oladi. Bu paraxotlar Shimoliy dengiz yo'lini yil bo'yi ochiq tutishda intayin muhim. Rossiya davlatlik yadro organi Rosatom Xitoy sheriklari bilan hamkorlashib, muz bilan qoplangan suvda mang'alaydigan paraxotlarni yasayapti. Bu paraxotlar bo'lmasa, Shimoliy qutb fasillik, mo'ljalligili bo'lmaydigan yo'lga aylanib qoladi. Shimoliy qutbning taraqqiyoti paraxot va portlardan halqib ketdi.
Murmansk yangi terminal, texmi cho'nqur port va temir yo'l o'linishi bilan yangilanadi. Vladivostok Shimoliy qutb to'shining yana bir markazi sifatida borliqqa kelmoqda. Hatto Shimoliy qutbni yer shari internet to'riga ulash uchun 12000 kilometrlik yuqori suratli dengiz osti kabelini o'z ichiga olgan texnika turlari ilib berilmoqda. Shimoliy qutb sayohati kun sari kuchayyotir. Hashamatlik ekspeditsiyachilar bu rayonning manzarasini namoyon qilish uchun avatilmoqda. Bu ul aslahalarining hammasi Rossiyaning Shimoliy qutbini harakatchan, yil bo'yi ochiq koridorga aylantirish uchun tirishmoqda. Shimoliy qutbda mablag' yurishtirish murakkab. Rossiya uni yolg'iz mablag' bilan ta'minlay olmaydi. Rossiya 2014-yildan boshlab mablag' solish imkoniyatiga ega bo'lib, 2022-yilda kuchaydi. Natijada Rossiya, Xitoy, Osiyo va O'rta Sharqdagi davlatlarga yuzlandi. Xitoy o'zini Shimoliy qutbga yaqin davlat qilib ko'rsatib, Shimoliy dengiz yo'lini bir balvoq bir yo'l tashabbusiga birlashtirdi. Xitoyning to'sh shirkatlari hozir Shimoliy qutb tez suratli yo'lning Yevropaga tutishilgan konteyner liniyasini yo'lga qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda yo'lni kontrol qilish to'g'risidagi qonuniy talash-tartishlar davomlashmoqda. Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuni ahdnomasida keng huquq talab qiladi. Ammo boshqa davlatlar bu qarashlarga qarshi turdi. Shimoliy qutb savdo, boylik va ta'sir kuchining yuqori pallasiga aylandi. Suyuqlantirilgan tabiiy gaz jazoga qaramay davomli Xitoyga to'shilmoqda. Muz yarg'uvchi kemalar muzlagan dengizlarda yo'llarni yarmoqda. Shundaqmi Shimoliy dengiz yo'li yana bir xiris bo'lib, favqulodda havorayi, turaqsiz muzluq va siyosiy jiddiylik har bir safarni mahorat va chidamchanlik sinoqiga aylantirdi. O'tmishdagi izlaguvchilarga o'xshash hozirgi zamondagi injenerlar va planlovchilar yangila bo'ladi deb qaralgan bu qutbda izdinish ilib berilyapti. Shimoliy qutb endi yiroq cho'l emas. U dunyoviy savdo qurilish va strategiyasining keyingi davri uchun bir bosqich. Shimoliy dengiz yo'li cho'nquruqlikni tutashtiradigan va kelgusi necha 10 yilda tovar va energiyaning aylanishini shakllantiradigan muhim koridorga aylanishi mumkin. Ammo uning yer shari savdosining tayanch kuchi sifatida muvaffaqiyat qozona oladigan yoki qozona olmaydiganligi yana kuzatishimizga to'g'ri keladi. Siz qanday qaraysiz? Shimoliy qutb Ipak yo'li to'shining kelgusini belgilamdi yoki Rossiya hatto g'alaba qila olmaydigan qimarni o'ynayapti? Bu qimarda Xitoy ham o'yinchi qatorida turmoqda. Buningga Amerika boshliq G'arb ittifoqi qanday qaraydi? O'ylaganlaringizni inkas rayoniga qoldiring.